Yurishingda mo'tadil bo'l va ovozingni pasaytir. Nima bilan kibrlanyapmiz? Kibr bu juda ham katta jinoyat, katta gunoh. Chunki kibr faqatgina Allohga tegishli. Ulug' va oliy Alloh aytadi: "Kibr bu mening ridolarimdan bir rido. Izzat esa izorim. Kimdir bularga qo'lni cho'zsa, do'zaxga uloqtiraman." Qabul bo'lmaydi. Kibr qilayotgan insonning kibrlanishga haqqi bo'lish kerak. Biz kimmiz o'zi bilasizmi? Nima bilan kibrlanyapmiz? Alloh kibr qiladi chunki u buyuk, qudratli, xohlaganini qiladigan zot. Kibr qiladi chunki bunda uning haqqi bor. Biz esa nima bilan kibrlanyapmiz? Aytilganday, sen shunchalik zaifsanki, bir piyola suv seni o'ldirishi mumkin. Shunday ekan nima bilan faxrlanasan? Sening boshlanishingga odam hasad qiladigan bir tomchi suyuqlik bo'lsa, oxiring esa jirkanch jasad. Qorningda esa najosatni ko'tarib yurasan. Odam hazar qiladigan narsani. Nima bilan kibrlanyapmiz?